Nima qilyapsan, Shalpanay? Dadasi Jennifer Lopez kelibdi, ko'rdingizmi figurasini? Zo'r ekan, lekin cho'tki narsa ekan. Nima, men Jennifer Lopez deb bo'lolmaymanmi? Bo'lasan, bir momosidek bo'lasan lekin. Jennifer Lopez senga o'xshab osh yemaydi, gapga bormaydi, molday yemaydi. Dadasi pul bering, zalga chiqay. Dugonalarim hammasi zalga chiqib chiroyli qiz bo'lyapti. Men ham Jennifer Lopez deb bo'lay, dadasi. Nima bo'pti? Ayta pul bor. Olganda boraver. Xo'p. Hey, Ha, ana baqbaqang ketadimi? ketsa kerak. Ket qiz shuni iltimos. Tere Jennifer Lopez. Buldozerga o'xshab yotibsan. Nima bo'ldi Zali? Sochimni uchigacha og'riyapti. Qaytib chiqmayman zalga. Nima bo'ldi endi ana baqbaqang? Dadasi, baqbaqani yo'qotish uchun arabcha raqsga borish kerak ekan. Dugonalarimni hammasi boryapti. Pul bering, boray. O'zbekcha o'ynaysan, arabchani qanday o'ynaysan? Bo'pti, bor. Ko'ramiz qanday o'zgarar ekansan. Ya top, ya dalla. Mana qara. O'qituvchingning dars o'tgan vaqti bo'lmadimi? Birontasi so'rasa arabcha o'ynayapman dema. Prosta ichimda qurtim bor degan, tushundingmi? Nolimang dadasi. Davay bo'lmasa pul bering, pravaga o'qiyman. Hamma dugonalarim o'qiyapti. Mana ham o'qiy. Ko'ram qilmaysan. Ko'ramiz, qani shuni qo'ylatasanmikan. Bor. Rahmat dadasi. O'lib ket, o'limlarda ket. Sangina o'lgan murtashov. Nima qilding mashinamni? Dadasi mashina urib oldim. Ha, tormoz. Bosdim tormozni. Ama sana aytyapman tormoz deb. Tush mana qilib, pulimni ham, umrimni ham yeding. Xo'p bo'ladi. Endi meni aytganim bo'ladi, tushundingmi? Institut o'qiysan. Qaysi institutda? Ana Surxondaryoda Termiz iqtisodiyot va servis universitetida o'qiysan. Sharoitlari cho'tki, o'qituvchilari malakali, kontraktlari ham arzon. Hozir qabul ketyapti. Tezda ulgurib qolishimiz kerak.